Assalomu alaykum, azizim, sevarim. Xatlarimni o'qir ekansan, bilaman. Ko'zingda yosh bo'lib oqaman. Yarangni yangilayman. Rozi bo'l. Hayot shu ekan. Kelar ekansan, ketar ekansan. Ajaling bir onda yoningda paydo bo'lib qolganda esa, attang, ko'p amallarga ulgura olmay qoldim der ekansan. Yashaging kelar ekan. Sanchiqlar, og'riqlar bilan yozdim bu xatlarni. Har yozganimda yig'ladim. Haqqingga duolar qildim. Seni 5 ta farzandim bilan tashlab ketishimni o'ylaganimdagi meni ahvolimga tushganlar biladi. Yig'lab meni termulgan ko'zlaringga qaraganimda yashagim keldi. Allohning taqdiri, uning xohishi, irodasi bu. Sevarim, bilasanmi? Seni ilk bor ko'rganimda samimiyliging uchun yoqtirganman. Ahvolingdan o'zimni kulgudan zo'rg'a ushlaganman. Ayniqsa, kalta kiyim kiyib olib, pastga tortaverganding. Meni dindor deb bilganing uchun ham hijolatga qolganingni bilganman. Bu qizni olma, uylanma, eplolmaysan. Buni umuman ushlab tura olmaysan. Ko'cha ko'rgan qiz ekan deganlar ko'p bo'lgan. Istixora qilganman. Ko'nglim sen tomon chopgandi. Senga islomni o'rgatishni niyat qilgandim o'shanda. Sevarim, senga uylanib adashmadim. Sen bilan yashagim kunlarim mening eng baxtli kunlarim bo'ldi. Seni vijdoning, ixlosing, rahmdilliging meni doim hayron qoldirgan. Ko'ngling suv kabi toza edi. Sodda eding. Dubayga borganimizda arazlaganing esingdami? O'shanda yuragim siqilgandi. Yarashmasachi degan xayol kelgan. Hech narsa yemay qo'ygansan. Keyin sezib qolganman. Xonadan chiqqanimda berkitib yeb olarkansan. Ko'nglim taskin topgandi. Rosa yarashishni yo'lini o'ylaganman. Astoydil xafa bo'lganding o'shanda. Tillani eslatishim bilan kulgansan. Yo'li oson ekan-ku deganman. 1,5 kunda yarashib olgandik. Esingdami? Bularni nega yozyapman bilasanmi? Yuzingga kulgu yugurishni istadim. Men hovlatib ketgan ko'nglingga bahor kelishini istadim. Men bilan o'tgan xotiralaringni eslatishni istadim. Homilador bo'lgan paytingda go'sht berding. O'g'illigini ma'lum qilib qo'yarding. Qizimiz Solihabonuda to'rt deganingda osmonlarda uchib olib kelardim. Qizligini sezgandim. Ayniqsa chap tomonga o'g'irlarding-ku, pishillab uxlayverarding. Qizlar uyquchi bo'lar ekanda derdim. Chunki o'g'illarinda hech uxlolmasding. Sevar, doim oyoqda bo'larding. Onam, indama, qo'yaver, uxlasin derdilar. Onamni erkatoylari eding. Siz kirib ketavering, bir pas yotib chiqavering. Charchadingiz desalar, jon deb kirib ketarding-a. Uxlab chiqib kelarding. Umrni o'tishini qara. Kechagina uchrashib o'tirgandik. Bir pasda 5 ta farzand. Alhamdulillah. Menga polvondek o'g'illarni sovg'a qilgan Robbimga hamdlar bo'lsin. Sevarim, jannatim mening, qalbimning parchasi, jonim, sen bilan butun edik. Seni yolg'iz tashlab ketmoqdaman. Rozi bo'l gullarning sarasi. Sevarim, sendan katta iltimosim bor. Alloh uchun bajargin. Farzandlarimizni o'qitgin. Ularni ilmli qori bo'lishlarini niyat qilganman va doim Allohdan so'raganman. Seni va bolalarini birovga sarg'aymasligingiz uchun, non, suvga zoriqmasligingiz uchun pul berib ketyapman. Sevarim, sen bundan-da ko'piga, a'losiga loyiqsan. Lekin rozi bo'l. Qo'limdan kelgani shu bo'ldi. Usmon, inshaalloh balog'atga yetganda onamni va seni hajga olib boradi. Yaxshi kunlaring hali oldinda, hammasi oldinda. Sizlarni Allohga topshirdim.
sizlarni yolg'izlatmasin, qo'llab-quvvatlasin. Sevar, men yashagim kelyapti. Lekin bilmadim o'ngimni yotishim, jonim uyg'onishdan qo'rqaman. Nahot qaytdi yonimga gulim, bunga ishonishdan qo'rqaman. Dam olib o'tir. Bilmadim o'ngimni yotishim, jonim uyg'onishdan qo'rqaman. Nahot qaytdi yonimga gulim, bunga ishonishdan qo'rqaman. Rostini aytsam sevgilim, seni yo'qotishdan qo'rqaman. Yana qaytdi bog'imga bahor, yana qaytdi yonimga gul yor. Rostini aytsam sevgilim, seni yo'qotishdan qo'rqaman. Yana qaytdi bog'imga bahor, yana qaytdi yonimga gul yor. Sen tegasan unaqa g'ishlarga, men emas. Oy, Karina. Dadasi, o'chiring bo'ling. Qizlaringizga soch kelib qoldi. Sevar aka. Как сказать, qudalar keldi. Sen Karina, срочно choy damlaysan, opang o'ziga kiyib olsin. Если сейчас они тебя вот так увидят, точно сбегут. Выберем. Нет, это не пойдет. Ой. Bo'lajak kelinim, qizimizni bir ko'rsak bo'ladimi? Hozir opa. Xo'p. Bironta kiyiming yopiqroq yo'qmi? Men bu holatda qanday chiqaman, mam? Мне очень стыдно. Kiring qizim. Kiring. Men Allohga shukrona aytdim, taqdirimdan roziman men bor. Yurak yig'lar senga talpinib, ko'nglim kular qaytdi deb gul yor. Men Allohga shukrona aytdim, taqdirimdan roziman men bor. Qolmagan sendan ayrilib, sen yonimdan ketmagin zinhor. Rostini aytsam sevgilim, seni yo'qotishdan qo'rqaman. Yana qaytdi bog'imga bahor, yana qaytdi yonimga gul yor. Rostini aytsam sevgilim, seni yo'qotishdan qo'rqaman. Yana qaytdi bog'imga bahor, yana qaytdi yonimga gul yor. hamma farzandlarimning onalari yaxshi ona bo'lishadi inshaalloh. Bo'pti, hazil-ku. Nimaga tushunmaysan? Ko'nglingga olma. Lekin meni hech kim hech narsaga majburlamasligi diqqatimni juda tortgan. Ayniqsa o'sha paytlar Qur'ondan bosh ko'tara olmaydigan bo'lib qoldilar. Tahajjudlarni tark etmasdilar. Nafl namozi, nafl ro'zalarni ketini uzmasdilar. Lekin ne dardlari borligini ayta olmasdilar. Dardlari og'ir ekan. O't pufak saratoni. Sevar, Eshityapman, gapiravering. bolalarni darslar qolib ketmasin. Gapimni eshit. Agar jannatda ham men bilan birga bo'lishni xohlasang, turmushga chiqma. Men qayerda bo'lsam ham siz bilanman-ku. Hozir bunaqa gaplarni mavrid emas. Yo'q. Alloh umringizni uzoq qilsin. Ayol jannatda oxirgi
eri bilan birga bo'ladi. Agar yo'q, siz jonimga tekkansiz. Jannatda boshqasi bilan birga bo'lishni xohlayman desang, yana o'zing bilasan. Axir qanday qilib sizni boshqasiga almashtiraman? Bu gapni qanday jur'at bilan gapiryapsiz? Rostini aytsam sevgilim, seni yo'qotishdan qo'rqaman.